Assalamu alaykum. Ekran oldidagi aziz ko'rmanlar, hammalaring hozirgi vaqti xayrlik bo'lsin. Dialog qanimizga xush keldinglar. Men bugungi riyosatchi Jinasda To'xti. Bugungi san'at saytimizning tunji programmaga Istanbulda turishliq yosh san'atchimiz Qahar Jabbizni taklif qildik. Xush keldingiz, Qahar. Hoş bulduk. Esselamu aleyküm ve aleyküm esselam cines hakkında yapalım. Yaxshi, yaxshi. Bugungi saytimizda hammamizga tunishliq bo'lgan hamda bizimizning Uyg'ur bebaho go'harlarimizdan biri bo'lgan 12 muqom ustida suhbat qilamiz. Hammamiz bilamiz Uyg'ur 12 muqomi emgakchan, ijodchan, Uyg'ur xalqimizning aql parasining javhiri. Uyg'ur hayotining hamma taraflarini muzika tili bilan bayon qilgan badiiy qomusi. Buningda Uyg'ur xalqining hayotiy va go'zal ma'naviy istak xohishlari, tarixiy reallik ve turmuş muhitinden kelip çıkan muhabbet ve nefreti, andaki insan tefekkürünün müzika, bedi, edebiyat ve usul katarlık xilma-xil şekiller bilen ifadelengen. Mesela sizce bu muqam degan zadi nimo? Bu bizga qanday yetib kelgan, buniki tarixiy manbasi degan savollar bilan başlasak. Ya bulduğun ait yaxşı sağ oldu cinesde. Uygurlarda yani bizdeki Uygurların 12 mukamlarında bilsek hazır bizdeki şu meneviyetimiz olsun, medeniyetimiz olsun, tarihimiz olsun, özümüzdeki şu alaylıklarını tunuşturduğun hem tarihte yaşap ötken ve bizden başımızdan geçirgen geçirmişlerimizin olsun, kaygı hasretlerimizin, hoşallıklarımızın hepsini özüge içine mücessemle bizning alaylıklarımızı kişilerge ifadelep beriyotgan çoğun bir kamus, bir baylığımızdan e, sözlep oturupdimiz. Hem Uygurlarda Uygurlarınki muqam hukumi hem de bununki tarihlerini sözlep etsek e, bu muqam degan isim berilişten burun mu? Yani insaniyette şu insaniyetteki medeniyet tarikatında, tarihida şundaq şu usul hem de başka sanat faaliyetleri birikken nurgun faaliyetler bolgan. Mesela kadimki oğuculuk devirlerde bolsunmu? Ular şu oğlanı ilip kelgen vaqtlarda hoşallıqıdan usul oynap, sazlarını çilip degendek meşrep şekildeki bir faaliyetlerini ötközgen. Şuna bunu muqamның tarihi dep etsek biz muqam diye isim koyuluştan emas. Ama şu sanat faaliyetlerindeki müzik şu faaliyetlerindeki başlanğandan yani şundaq bir kurulumdan şekillenişinin beşidən başlap sözleştik doğrudur. Tabii ki bununki beşini burunqu devirlerge qarta sözlesek buldu en burullardan tatip. Ama hazır emdi ama şundaq badeplam ötketip bilmaydı. Bunu kitaplar arkalı kitaplarının qayerlerde hatırlangan qaysı materiallarda, qaysı qiyat, taş nimelerde tasvirlengen, kaldırılgan yani şundaq faaliyetler bolganlığı. Şunlar asasında turup sözlemesek olmaydı. En burunki bizniki Uygur mukamlarınki yani sanat faaliyetlerindeki başlangan nimlerini şu nimlerden tarihi kitaplarının üstüde şu miladın burunki 1900 yıllar etrafında şu kitaplarının üstüde bizniki Garbi Yurt kısmıdan şu mukamlarımızın ki halk ahanglarının köçürülüp Hanzolar tarafıga işlerge köçürülüp berip şu yerde muqam bizniki halk ahanglarımızga tayinip durup işlep çıkarılgan 18 yürüyüş müziklarının işlengenligi hatırlangan. Bundan keyinki vaqtlarda mı bizniki şu Otur Asya'daki kitaplarda bolsun, yakımsı İskender Zulkarneyn'deki kitaplarda bolsun, bizim Otur Asya'daki Türk milletlerindeki Farabi onların kitaplarda bolsun, Uygur müziklarındaki terakkiyatını kaçandan beri sistemlik müzik haletine düşürülgen, qandaq bolup şu not haletlerge hatırlanıp minişi, buniki bir evlatdan keyinki evlatlarga ötüşü qatarlıq şekillerge ama şundaq tarih kitaplarda yazılıp, lekin muqam degan ismi o vaqtlarda qo'yilmagan. Muqam degan isim ahirgi yillar bo'lgan vaqtida şu Otur Asya taraflarda yavaş yavaş asta toplanıp muqam degan isim qo'yilgan. Muqam degan isimniki ma'nosini bilsakmi bir e, bir palla anındikin bir başındaki yükseklik degandek maqam deb qo'ydi turkchada. Şu şekilde kelip biz istimal şunda qılıp kelgan. Hem hazırki bizning Uyg'ur muqamlarının şekillenip, toplanıp, rətlənən vaxtını Seydiya xandalığında
Abdurashidxonniki xonishi xonish Amanisa xonim başçılığında durup hatırlangan yani 1500 yıllar etrafında hatırlanganligi tarixiy kitaplardımı yine hatırlanıp çıkan. Şunundan başlap haqiqiy turda bizniki 13 muqamniki ismi hem de hatırlangan vaqtlari şunundan başlanıp hozirgacha 1950 yıllar etrafında bu notlar ilinib qayta bir takrorlanib anandan keyin 1970-80 yıllardan başlanıp 13 muqam qayta rətləş şu bizniki vatanimizning har qaysi yerlardagi muqam ustozlari, sazandilar, tilshunoslar, tarixshunoslar bir yerga kelib muqamning tekstlari haqida, tarix haqida izlanib, musiqalarini rətlab yurib, hozir holatimizga kelguncha klassik 13 muqamniki çoğun nağma, dastan, meşrep kısımlarını to'liq qilib, toplam 24 saat o'rindilgan holatiga kelguncha shunchalik bir tarixiy nimalarga kelib chiqqan. Aytdim uzun zamonlarni boshdan kechirib taraqqiyotlarda o'tirliqda madaniyat inqilobi zamonlarida uningdan burun Saidiya xandonligi zamonsidami shu sirtqi kuchlarning ichki kuchlarning ta'sirida muqomlar yo'qotishlarga uchrab nurg'un muqomlarimiz orada iste'moldan qilib bizgacha yetib kelamagan ammo ismi qolib qolgan muqomlarimiz bor. Şuna hozirgacha kelgan muqomlarimiz klassik 12 muqomimiz uningdan sir yerlik turpan muqomlari anandan keyin qumul muqomlari do'lan muqomlari degandek ya'ni o'zining qurilmasini saqlab qololmagan koni qashqa muqomlari xotan muqomlari kucha muqomlari degandek muqomlarimizmi bor 13 muqomning yana bir varianti sifatida ilm muqomlarimi bizgacha hozirgacha shu shaklda yetib kelgan hozir bizniki san'atkorlarimizniki muqamshunoslarimizniki muzikantlarimizniki o'zlashtirishi taraqqiy qildirish jarayonida taxmin mukammallashib bular taxmin yaxshi obdan qilib bordi. Tushundim. Undaq bolsa, masalan, men siz bilan musiqa birga chelib nurg'un qatam sahnəyə chiqib baxdıq, oyunlarni qoyduq. Biz 12 muqamdan keyin Nava təz mərğunlar qatam çalmız. Bunu bilmiz. Ondan başqa masalan, ondan başqa biz siz degəndək başqa muqamlarni biz siz bilan çelib baxdıq. Maşa haqqında azroq tushuncha bergan bo'lsangiz, masalan, siz abay deb o'tganga o'xshash turpan muqamlari dedingiz. Undan 12 muqam, klassik, undan boshqa, ularning turlari va ahamiyati to'g'riliq azroq so'zlab berasiz? Bo'ldi. 13 muqam degan hozir klassik 13 muqam deganimiz ayni vaqtda Amanisa, Xonish Amanisa xonim rətlab qoldirgan, Xudoxon aka shu ovozli lentaga ilib qoldirib ketgan muqamniki buni ko'rsatdi. Ya'ni bu tarixda rətlanib chiqqan muqamlik nimasi. Onundan sirtma yan xalq ichida bo'lgan do'lan muqamlari, masalan, daha ibtidai tusni o'z ichiga olgan shu ovchilik bizniki ovchilik madaniyatini aks ettirib turadigan cho'l madaniyatini aks ettirib turadigan do'lan muqamlari. Do'lan muqamlarimiz buniki Maralbeshiniki do'lan muqami, Makkitning do'lan muqami, Aqsu Avatning do'lan muqami deb 3 ya'niki azroq farqli variantlar bilan har birisi 9 yurishdan do'lan muqami bor. Hamda ba'zi aytilish shaklida bo'lsin, tekstlar asosida bo'lsin, ham aslida farqlar bor, lekin asos qurilmasi o'xshash. Bular shu ovchilik zamonasini ko'zda tutib turib, ovga chiqish, ovni ovlash, ovni qorshab tutish, andan keyin ov tutib bo'lgandan keyin uning mashrab va xo'shalligini ifodalash shakllarini qo'llanib, musiqa shaklida buni do'lan ravufi, do'lan g'ijiki, qalun, dab do'lan deb shular bilan o'rindilib xalqning ichida shu cho'llarda, andan keyin yez qishloqlarda shu shaklda ifodalanib kelgan maqomlarning birisi. Bu shu bizniki Janob Shinjongda Qashqa, andan keyin shu Yakan, Aqsuniki shu nim taraflarda shu bölgelarda Tarim daryo vodilarida yana jiqaraq do'lan muqami e'tlik kiyotdi hamda davomlashyapti hozirgacha. Uning maratlanib chiqib nota ilingan nusxada kitoblarim nashrdan chiqdi. Hamda videolar ilinib varislik qilish jihatlardan nurg'un mangdi. Undan keyin yana saqlanib qolgan bir yurishi turpan muqamlari. Turpan muqamlarniki mashhur turpanniki o'zining bir nusxasi, andan keyin Qumul bölgesidagi, andan keyin yan tarafdagi Mori tarafdagi bir bölgesi deb azroq variantlari bilan qo'llanib yurib, hozirgacha saqlanib qolgani 90ning bir muqami, andan keyin Turpanning 11 muqami, toplam 12 muqam, ya'ni Turpan bölgesidami saqlanib qolgan. Turpan bölgesi, ya'ni Bo'stonliq madaniyatiniki
bir namayandasi bo'lish sufati bilan muqam turmushga singib kirib atganligi bu to'y to'kinlarda bo'lib bekor ifodalanadi. Atgan bomdod namozdan keyin shu muqam muzikasi bilan sabah muqami deb muqam bor. Shuning bilan boshlab biz qizni ko'chirib apog'ichi yana muqam, akagichi yana muqam, qizni kechda to'y qilgan vaqtida yana Nag'rusunay bilan bir yurish muqam, milliy sazlar bilan yana bir yurish muqam shaklida. Ama shundoq mangan yana bir alayidligi turpa muqamlarının bir bölgelerinde şu ordu meşrep muqamlarının turakları var. Çünkü turpandım üçün vanlık devir ötküzgen emez mi? Onunki şu taraflarda saklanıp halk içinde mi hem ordu içilerde mi yani saklı saraylarda mı saklanıp kalgan bölgesi. Yan birisi saklanıp kalganı şu komul muqamları. Komul muqamları hazır 13 yürüyüş ama 7 muqamның 2 düşürgisi yani birinci düşürge, ikinci düşürgede 2 düşürgüsü bilen toplam 19 muqamı var komulniki. Komul muqamları asasen Yengil, Mungluk, andikin usullarımız silah kılıdı. Tipikaldaki şu orada muqamları şekildeki asak buldu. Yani 12 usul şekilleri bu ayetin nefs kıldı. Çünkü komullu vanlık ahir zamanlarda nurgun meblağ çıkarıp küçük muqamlarını repletken, turpa muqamları repletken asası da şu Uygurlarnınki bizniki aramızda muqam repleş çoğun dolkunuda komul muqamlarına replenip orada köperek oynulup xalq ichidami qisman shu nim bo'lgan tarqilib yurgan bo'lgan. So'ng keyin bularni kiratlashtirib nihoyatda muvaffaqiyat oldi bu. Hozir shu 19 yurish shaklida qumul muqomlari yana birsiga bizniki bilsiz dangliq san'at makonlarimizdan bo'lgan ili g'ulji taraf ya'ni ilm muqomlari asli Qashqardagi shu Turdoxon akaniki zamonida undan keyin Karshunga xonim degan bir muqom ustozi ilg'i kelib 13 muqamni öğütüdü. Öğütüş jarayonida bizniki ilidagi sazandalarimiz, muqamchilarimiz asosan shu muzikaga bakaroq nim qilgan bo'lganligi cho'ngnar qismini nechib o'rganmay cho'ngdarmasini mana shu dastan anadagi mashrab qismlarini qaraqchilib muqaddimidan keyin dastan o'tib ketadigan dastan marg'ollarga o'tib ketadigan shu shaklda taraqqiy qilib hozir 13 muqamniki alayda bir varianti yani ili hareket muqamları da şu tarikada onu 13 muqamның variant şekilde nem qilib vardı bu taraqqiy qilib vardı. Bizniki klassik 12 muqamımız tabii ki 2005-yilisi Birleşken Milletler Teşkilatı tarafidan dünyaniki manevi gayri maddi mirasları, medeniyet mirasları qatarına kirdi. Şunundan itibaren bizdeki muqamniki şu dünyaya bo'lgan ta'siri boshqa millatlarga bo'lgan qiziqishi bu muqomlarniki bularni tushunish to'g'risida o'rinli shaklda qiziqishini qo'zg'aldi hamda bizniki mamlakatimizdan boshqa davlatlarga chiqib dunyoning har qaysi yerlarida 13 muqom o'rinlanib buning bo'lgan tunish taxmini ko'tarildi. Dunyo Birleşken Milletler Teşkilatı'niki buning bergan nimasini bek yaxshi hozir 13 muqomniki qo'g'dab kelayotgan varislik qilish jihatda bo'lsin buni saqlab qilish jihati bo'lsin nayt bir tirikchanlik bilan ketib bordi. Şoň hazır endi biz çağan yani adat çavatkan nava təzi marğolda degenimiz 13 muqamniki nava muqamniki şu çoğun nağma kısmıniki təzisiniki birinci təzisinin şunun marğoli hesabının nayt kiçik bir bölgesi yani oylanış şunu şunundan başka nayt bizniki kıymetli bir nayt bir çoğun bir baylık nimimiz var maşa 13 muqamның sırtımı yani yerlik muqamları biz bilen. Yerli muqamlarını koyup dursak mı? Bunun sırtında yana bizniki senemlerimiz var, yerlik halk nakş usullarımız var, meşrep nakşlarımız var. Ular birikip bizning Uyg'urlarimizniki medeniyet san'atniki nayet çoğun bir baylık hazinesini şekillendirgen. Onun için muqam buniki cevheri yani ifadesi de farsak. To'g'ri, to'g'ri. Undaq bo'lsa, sizningcha biz buning qandoq varislik qilishimiz kerak? 13 muqam varislik qilish degan vaqtda biz avval buni tushunishimiz kerak. 13 muqam qandaq narsa, qandaq shaklda varislik qila olamiz deb. To'g'ri. Bayami deb aytdik, 13 muqam xalqimizning uzun yillardan beri bishidin kechirgan xo'shallig'i, shodlig'i, qayg'u, hasrati bishida o'tkazgan nurg'un ishlari, anonken adabiyot jihatdan bo'lsin, muzika jihatdan bo'lsin, muziklanchilish ishlatgan sozlarimizning taraqqiyot jihati bo'lsin. Usullarımız olsun. Yani 13 muqam o'rinilgan serik maharetleri mesela Çin usulü, Petnus usulü, Samaver usulü,
egiz yağaç usuli degandek jihatlar bo'lsin. Bu xalqning turmushiga singib kirib, xalqning qayg'u va hasratini hammasini ifodalab chiqqanligi uchun buni buning varislik qilish jihatimi cho'qim bizning turmushimizga singish kerak, turmushimizni qo'llanishimiz kerak. Turmushdan ayrilib chiqib qolgandan keyin buni varislik qilish oz to'xtaydi. Hozir varislikni qanday qilamiz deganda hozirmi nurg'un shakllarda varislik qilinyapti. Kasbiy maktablar ichildi, unishmuqam varislik qiladigan, tadqiq qiladigan organlar ichildi. Onun da maxsus muqam sinflari ichilib, muqam har xil turdagi bizniki danglik ustozlarimiz har xil turlarda aytish, muqam o'rinlash, muzik o'rinlash jihatlardan, usul o'rinlash jihatlardan buni varisligini qilishni nim akib bordi. Buningdan sirt yana xalq ichida muzik havaskorlari, naqsh havaskorlari buningga qiziqib turib o'ltirishlarda bo'lsin, to'y to'kinlarda bo'lsin, maslahat joylarda bo'lsin, az deganda andan keyin cho'ng yig'ilish faoliyatlarida bo'lsin. Ana shu muqamimizni sahnaga chiqib, xalqni ko'z tutib, xalqning ichida yashitib akib bordi. Uningdan sirt hozir bizniki mana shu chet elda 13 muqam varislik qilyapti. Buningga qiladigan organlarimizmi yavaş yavaş asta bunu barliq kelyapti. Zaten bizniki xalqniki san'at so'ydigan xalqimiz bu muqam varislik qilishda bir minutmi to'xtab qolmagan. Başta O'rta Osiyodagi, Qozog'istondagi Uyg'ur ansambli 13 muqamga varislik qilib, ularni o'rinlab sahnalashtirib, boshqa davlatlarga, masalan Turkiya ishtirokini qilib, 13 muqamni o'rinlab ketdi. Bular nihoyat bir cho'ng to'plarni qo'shdi. Bu chet eldagi Uyg'urlarniki nimasiga nisbatan pek cho'ng muvaffaqiyat bo'ldi. Hozir Yevropa Uyg'ur ansambli Uyg'ur Yevropa ansamblimi, ya'ni 13 muqamlarni o'rinlash, ra'tlash, saqlab qolish jihatda bayroqlarning rolini hozir oldiga chiqib faoliyatlarda o'tkazib ketib bordi. Boshqa rayonlarda Avstraliyada shuhratkamligi Uyg'ur muqamlarini saqlab qolish, rivojlantirish jihatida Amerikada bo'lsin, Kanadada bo'lsin. Hem yolg'iz kishilar, hem yakdeb, ya'ni kollektiv shaklda buning varislik qilyapti. Endi yana buning qanday varislik qilishimiz kerak deganda, buning bilan bo'lmaydi zaten. Buning bilan bizning turmushimizda yashanishi, muqamligi davomlashishi sal ojizlik qilib qoldi. Chunki masalan o'zimni aytsam, vatanda o'qib, universitetni bitirib, bu yerga chiqqanligim uchun men 13 muqamlarga uchrashdim, xalq ichida yashadim, o'zimning beshida kechirdim. Men buning ma'nosini, qimmatini bilaman. Bilgandan keyin hozirmi yana shu vaqtda izlanib, shuni taraqqiy qildirish, 13 muqamimizni saqlab qolish jihatda bir izlanyapman. Hamda shu chet elda tug'ilib o'sayotgan nurg'unlagan qarindoshlarimiz bor. Mishada tug'ilgan, o'sgan, necha avlodda mishada cho'ng bo'lgan qarindoshlarimiz bor. Shularni muqam bilan ko'proq uchrashtirib, ularga muqamniki ma'nosini, qanday ekanligini bildirib, har xil tillarda, har xil davlatdagi shu bizning qarindoshlarimiz bor. Bularni bildirish kerak. Bo'lmasa bular bizniki o'zimizning madaniyatini unutib qoladi. Chunki Uyg'ur 13 muqami faqat bizga ham xos, o'zimizning madaniyatini, o'zimizning kimligini ifodalab turadigan nihoyat yorqin bir ifoda. Boshqa naqshlarni aytamiz, masalanki bizning ommabop naqshlarni aytdik, biz jaz musiqalarni chaldik ketdi, u boshqa nimalar bilan tugaydi, o'zimizga tava bo'lmaydi. Faqat bizning shu klassik naqshlarimiz, ya'ni dunyo Birleşken Devletler Teşkilatı'nın en iyi ilinip kirilip qoğdulduğun şekilde kirgen 13 muqamimizni aytib, başlarını çoğun səhlerde orundulğan dekin, biz özümüzдің milli kimligimizni yoğurtuş şekli bilen, yani özümüzдің kimligini saqlab qalğan bulmuş. Şunlaşqa, buniki varislik qilish jihatda birinchidan özümüzdən başlap ko'proq tushunib baxishimiz kerak. Faoliyatlarga, atrofimizdagi yosh bolalarga bu şekilde təşviq qilib, anondikin bularniki qimmatini tushuntirib, ularni yana qiziqadigan kishilar tabii ki hamma odamni kirib mana shu o'rgansa degili olmaydi, hammasining qiziqish o'xshamaydi. Masalan, biz san'atkor, muqam so'ydigan kishilar o'zimizning harakat orqali 13 muqamga varislik qilsak, bizning siyosiy jihatdan yetilayotgan mushtarak a'zolarimiz ba'zi sahnalarga chiqqanda 13 muqamlarimiz haqida azroq tilga o'tib turib gap qo'ysa bo'ldi. Ondan bizniki 13 muqamdan sahneye çıkış için şaraitlarni yaratib bas buldu. Bunu bizniki varis qilish jihatda cho'ng bir sharoit buldu. Yana birisiga bizniki iqtisod jihatdan nurg'unlagan tijoratchilarimiz bor, savdogarlarimiz bor.
Bularmı bizniki şu mukamlarımızniki saqlanıp qilishi, kiyim-kechak madaniyatimiz bo'lsin, müzik asboblariniki bo'lsin, bu eğitim mashniki tarbiya ilish jihatdagi so'rinlarni yaratib berishga tabii ki moddiy nimalar ketadi. Shu moddiy sharoitlarni qamdab berishga bizniki savdogarlarimiz, ya'ni iqtisod jihatdan nurg'unlagan qo'llashlarga erishishimiz kerak. Bu jihatlarda shu muqamning varislik qilishiga bir kichik qo'shilib bo'ldi. Onundan keyin yana bizniki fotograf, muzikant deymiz, nurg'un taraflardagi ixtisos egalarimiz bor. Ya'ni buni film ishlab chiqariladigan, 13 muqomni sahnalashtiradigan, kino ishlab chiqaradigan. Hozirgi zamon nimasiga o'rib, hozirgi zamon muzikalar bilan birlashtirib, boshqa millatlarning qiziqishini qo'zg'ayolg'ida shakli ekab turib, ijobiy holda aslisini saqlab qolgan asosda buni ijobiy holda taraqqiy qildirib varislik qilsak, bundan keyin muqamimiz o'zimizga taalluq qoldi, saqlanib qoldi, ham yaxshi shaklda qo'g'dilinib aslisini saqlab qolgan asosda taraqqiy qildi. Buning ota-onalar bo'lsin, o'quvchilar bo'lsin, menimcha bir cho'ng nim berish kerak. Ish bo'lmasa muqamning nima ekanligi, ismining nima ekanligi qadargacha bilsa, undan keyin yana o'ziniki nimalari qarta, alanlarga qarta buniki taraqqiyotini varis qilishga qo'llab qo'g'dab bersa, bu vaqtda daha yaxshi obdan bir varislik qilishga ega bo'ldi deb qarayman. Rahmet. Undaq bolsa, sizce endi bu keyinki bunun taraqqiyoti qandaq bo'lar sizce? 12 muqam aslida yangi paydo bo'lgan vaqtlarda bilishimcha, ya'ni kitoblarda yozilishi 56-yilda yozilgan şu 12 muqam notaga ilingan nusxasidagi kitobning xotiralanishicha, burun 12 muqamniki faqat cho'ng nag'ma bilanlam asosan rətlenganligi, buni faqatlam şu xon baglarning ordularida o'rindilib, shu yerda saqlanib qolganligi so'zlangan. Keyin 1800-yillarga kelgan vaqtda Qashqarlik bir muqamchimiz buni keyniga shu xonaqolardagi xanaqa nimki xanaqalardagi daston nimlarini, mashrablarini qo'shib, xalq ichiga tarqalgan mashrablarni qo'shib, andan keyin rətlab hozirgi cho'ng nag'ma daston mashrablar bo'lgan 13 muqamning to'liq nusxa aytgan. Ya'ni bu tarixdan beri taraqqiy qilib, kichiklikdan zo'rayib, oddiylikdan mo'lliqqa taraqqiy qilib, o'ziniki sehriy kuchini namoyon qilyapti. Buningdan keyin taraqqiyotmi hozirmi bizmi o'zimizmi ko'rdik. Masalan, dolan muqomini şu hozirgi zamon musiqalari bilan elektronlik gitar yoki dumba, chatma dumba qator musiqalar bilan o'rinda sahnaga chiqib nurg'un olqishlarga erishgan ishlarmi bor. Onun için muqamning ba'zi bo'lgilarini shu shaklda jonli shu hozirgi zamon musiqa asboblari bilan o'rinlanib olqishlarga erishgan, utuqlarga erishgan ishlarmi bor. Bu tarafdan taraqqiy qilsa yana texmi bo'ladi. Ya'ni bizniki 12 muqamning asosiy musiqa qurilmasiga, asosiy ahangiga, asosiy tekstlariga varislik qilgan asosda ijodiy bir musiqa asboblarini shaklida qo'llanib turib varislik qilinsa texmi yaxshi bo'ladi. Yan birisiga bizniki 13 muqamniki burunqi mashhurligi xalqning ichida, hovlilarda, mo'l usullarda, sirtlarda o'ynaladigan mashrab turlarida saqlanib qolgan holatdan hozir asta-asta sahnalash qilib boshladi. Sahnalashtirgandimi boshda kichik musiqalik opera teatr deganliklar ishlanib, hozir butun musiqalik teatr shaklida 13 muqamning bo'lgilarga hikoyalar bo'yicha, personajlar bo'yicha o'rindilib, sahnalashtirilib, undan keyin 12 muqam musiqalarimi orkestrlashtirilib, nihoyatda bir mungluq holatda, sahnaga nihoyat go'zal holatda o'zimizning madaniyatini ifodalaydigan shaklda chiqib, kishilarning diqqatini bir ko'rib tushunoladigan holatga o'tyotidi. Bu shaklda taraqqiy qilib, ya'ni texmi ahamiyat berilsa, sahnalashtirilsa, undan keyin shu yurt oralarida sahnalarda qo'yilib, boshqa millatlarga ham tanıtılsa, bu texmi yaxshi bo'ladi. Yan birisiga 13 muqomimizniki taraqqiyotlarning birisidan ayirib qarag'il bo'lmaydigan ishlar muqom tadqiqoti bo'ldi. Buni tadqiqoti yana bizniki 13 muqomniki ahamiyati, xalqniki ichidagi tarbiyaviy ahamiyati, buning ichariklari, ya'ni ichiga nimalar kirgan,
bunun müziki uqumları qayadan qayagacha, qaysi tarafgacha buludu. Bunu qılıplaştırıp qısaqlıdı. Yine Türkiye'de mi muqam var? Türkiye muqamlarda azraq müziki ilmini bilge adam anlaplam. Bu uşaq muqam ekan. Bu uşaq muqam tüsüde çevirtse bu müzikini de tapalaydı. Bizniki mi 12 muqamniki aşu alaylıkların qızıp çıkıp o'sha 12 muqamning o'sha muqamining alaydigi mana u ma ovoz doirasiga kirib o'rindalganlar mana shu bizning muqamlik 12 muqamiga ayamiz o'sha muqamiga tavada shu shakldagi alayliklarni qizib chiqqandan keyin shu holda ijodiy asarlar ijodiyatlar bo'lsa texmi yaxshi obdan bo'ladi tekst jihatdan bu tekstlar texmi mo'llashtirilib xalqimizniki hozir turmushni hozir ahvollarni aks ettirilib berayotgan shakllarda qilsa bo'ldi yangidan chiqadigan turmushimizni ifodalaydigan ba'zi kechiliklar bo'lib qolsa 13 muqam muzikalardan nazariyalardan andizi ep turib shuningga taraqqiy qildirib qilsa buning taraqqiyoti ham yaxshi bo'ldi yana bir taraqqiyotida 13 muqamimizniki tarix jihatdan tarix bo'lib o'tgan ishlar buning tekstlarga singib ketgan emasmi buning tekstlaridagi tarixiy temalarni qizib chiqib tarixiy olaylar ham muqamda 13 muqamimizda bundaqsiga yaxshi bir tekstlar bo'lib bu tarixdagi ma bu voqealarga shohid bo'lgan bundaq bir xo'shalliqlarga shohid bo'lgan shu voqealar kelib chiqib bizniki madaniyat tarixlarimiz uchuq aydınlashib tarixlarimizning mo'lligi 13 muqamniki kelib chiqishniki mo'lliq shakllarda bu taraqqiyot bo'lsa hamda bizning Uyg'ur 13 muqami bilan O'rta Osiyodagi shash muqomlari, Ozarbayjonning shash muqomlari, undan keyin Hindistonning muqomi, Eronning muqomi, ya'ni mening ko'rgan vaqtimda Afrikaning shimol bo'lagalaridami, ya'ni muqom turdagi mazmunlarning bor ekanligi hamda Turkiyaning muqomlariga silishtirib, bularning o'rtoqliklarini, farqlarini tepib chiqqan asosda texmi bir baldaq shaklda buni taraqqiy qildirilsa andan keyin bizniki ma'naviy boyliqlarimizni texmi yo'ritib bersa buning taraqqiyoti mushu darajada texmi yaxshi holda obdan taraqqiy qilib ketadi deb o'ylayman andan keyin muqomni chag'a vaqtimizda zaten bizning uyg'ur sozlarimizni qo'llangan uyg'ur sozlarimizmi bir xillikdan ko'p xillikqa oddiylikdan murakkablikka texmi o'ziniki sutining yaxshiligiga qarab ko'tarilib chiqqan zaten tarixdan biz san'at suyar hamda go'zallikni so'ydigan bir millat to'plum bo'lishimiz bilan muqam sozlarimizniki ovoziga ham emas uning sirtqi qiyofati naqshlari bo'lsin ishlatgan bizniki materiallarimizga shunday ahamiyat bergan buningdan keyinmi yana shu muqamda bo'layotgan sozlarimizniki masalan elektronik hozir dutorlar tamburlar chiqishga boshladi g'ijeklar ularniki to'pchat qiladigan shakllar chiqishga boshlayapti shu shaklda taraqqiy ya'ni bizning musiqalarimizniki texmi taraqqiy qilsa bizniki zamonga moslashgan holatda cho'ng sahnalardami ama shunaqa o'rin ilib yana u yerlarda o'zining bir kuchini taraqqiy qildirib chiqa oladi hozir bizniki rap aytayotgan nurg'un yoshlarimiz rapda qiziqadi bizniki shu jihatdami vatanimizda g'ayratda shu aytgan bir bo'ladi shu o'ttirg'a shu Uyg'ur bizning muqomlarimizning bo'lgilarida musiqa ahanglarini tuttalarning musiqalarini kirishtirib yaxshi bir shakllarni chiqarib buni zamonaviylik taraflarga taraqqiy qildiryotadi shu shakllarda ham obdan endi har sohalardan obdan taraqqiyotlarga erishgili bo'ldi tabiiyki o'zimizniki ayni puroqdagi yaxshi puroqlardagi muqomlarimizning o'zini saqlab qolamiz saqlab qilish bilan birga eng avval o'zimizniki orijinal shu Uyg'ur 13 muqomidagi puroqlar bo'lsin shuni saqlab qolgandan keyin uning varislik qilish jihatda ijodiy shaklda undan keyin varislik taraqqiy qildirsa menimcha yaxshi bir nimalarni natijalarni qo'lga keltira olamiz deb o'ylayman Undaq bo'lsa bu 12 muqomniki bizdan kutadigan talablar nima? Deganimga o'xshash 12 muqom bizniki ajdodlarimiz tarixlardan bilan necha ming yillardan buyon o'ziniki butun zehnlarini bir umrlarini sarf qilib qo'g'dab qilib bizgacha yetkazib kelgan narsa bu bebaho bir boyliq menimcha
Çünkü bunu okup bazı anlagan vaqtlarımızda, okugan vaqtlarımızda buniki his kılalayımız yani tarixten kelayotgan bir ovozniki quloq tubimizda yangrab shu davrlarga qaytib shu hislarni his qilaligidek darajaga kelalaymiz. Bizningdan 13 muqamning bizningdan kutadiğini hozir bunu qo'g'dab qilish. Bunu qo'g'dab qilishda Doğru. oldi bilan ana tilimizni qo'g'dab qilishimiz kerak. Ana tilimizni yaxshi Doğru. tushunmay turib, 13 muqamning tekstlarini nima deyotganligining ichida nima ekanligini bilamaymiz. Shunga 13 muqamning birda kutishi ana tilimizni, ana tilimizning yezig'ini o'rganish hamda buni saqlab qolish bu muqam tekstlarini o'qib tushunayligidek holatga, ya'ni tushuntirilishini o'qib bilaligidek holat kelish bizniki endi har bir uyg'urniki deb qarayman. Bu ish bo'lmasa san'atkor, san'at xumar do'stlarimizniki o'ziga hozirlash tegishli bir mana shu tegishli ishlarning birisi muqomlarimizga bir darajada eg'irlik berish. Ya'ni deymanki bizniki ba'zan mana shu to'y to'kinlarimizda bo'lsin, anandagi maslahat chaylar bo'lsin, ba'zan kechiliklar bo'lsin, mana shu cho'ng festivallarda bo'lsin, muqomlarga bir kishilik o'rin berib, uning o'rnini ko'tarib, bu xalq ichida yashnatilib kelish kerak. Tabiiyki, ommabop naqshlar, sho'x naqshlar, yoshlarimiz so'yadigan naqshlarmi bo'lishi kerak. Ama bir ara bunu o'tirg'a qo'ysak, zaten hozir bizniki chet ellik ota-onalar zaten bunuqlari xeyli uzundan beri tunib yetdi. Mush atrofimizda nurg'un ota-onalar bolalarini shu uyg'ur usul o'rgatishga beradigan, uyg'ur sozlarini o'rgatishga bagis bor, ammo shunaqsi bir tarbiyalash yerini topolmayotgan bir ahvollar mavjud. Bo'lsa bizning kutadiğini muzika ishlayotgan qarindoshlarimiz bo'lsa, ushbu Hı hı. muqomlarni oddiy sho'x endi tushunishli holatdagi not bo'lgilarini notlarga ilib buniki pianino, jack skripka not shakllariga o'zgardi. Bizniki kichik avlodlarimiz, yosh avlodlarimiz, muzika havaskorlarimiz o'rganadigan holat ekapni qilsa, ustozlarimizmi mana shu uyg'ur sozlarini o'rganadigan videolarini deylik hozir tor dünyasida belki tez ügengil buldu hem de körüşüp ögünüş fırsatı az boğanlıktan ama şu her xil maşniki hakkadaki bilimlerini videolar alıp filmlerini işler tor dünyasına koyuş arkalık bunun izleniş yani başkalarının ki izlediği vakti tapalıqda bir materyal top koyuş mu nayte bizden kütüvatkan ciddi taleplerine birisi bununki hem de her hemimizge düşken talep okşmaydı çünkü alanımız okşaşılmagandikin mesela bizge hep etsaq müzikten ama şu muqam tadqiqatlığa vaqtida sahne çıqa vaqtida o'rindaşimiz kıyafetlerimizge dikkat qilishimiz yeni çıkan Doğru. mesela milli sazlarını qo'llanishni bilishimiz muqamlarning ismlarini tanishimiz degandek shunday talablar kuchli kerak bo'lsa pastki bizniki biz qo'llovchilar shu muqam to'ygichilarmi ularni bizga ustiga chiqqan vaqtida bularniki muqam haqida ozroq bilimlarni ega bo'lishi hamda muqamlarni suyib anglab ya'ni bularni tushunish holatlari muhim deb o'ylayman. Hozir endi hozirgi mening bilan tang yashagan bizni sal cho'ng shu san'at suyar xalqimiz yaxshi qilyotidi. Bundan keyin yana shunday taraqqiyot qilsa bizniki shu muqam havaskorlarimiz shu tarafdan taxmi yaxshi ilgirlab taxmi yaxshi muqamga 13 muqamimizga bir varislik qilish hamda muqamni jonlantirish bir fursatni yaratib beralaymiz. Yana birisiga bizniki shu 13 muqamniki varislik qilish jarayonida kutilgan taraflarniki birisi masalan men 13 muqamning ili variantini o'rgangan bo'lsam Hı hı. Abdushakur ustozniki bir aytish shakli bo'yicha o'rgangandimi andan keyin boshqa bir ustoz Usmon Ne'matniki muqamchi ustozdan aytish shakli bo'yicha o'rgangan bo'lishi mumkin kelib sen muqam aytganing xato to'g'ri emas biz ko'p xillikni saqlab qilib birdaklikni asos qilib ko'p xillikni saqlab qolsak hammamiz o'zimizniki uslublari bo'yicha ama o'ziniki emas 13 muqamniki qilibidan chiqib ketmagan asosda o'zimizning uslublari bo'yicha 13 muqam varislik qilib qilsak bir-birimizdan ijodiy holda kamtarliklar o'rganib javharlarni qabul qilib bo'lmagan yerlarni tashlab o'tib ketsak u sen mani xato qilsa aniq qilsa degandek
bir-birimizni nim qilgan shaklda muzikantlardan kutilgan talab. O menimcha yaxshi bo'lmaydi deb qarayman. Bu bizning kutayotgan talablarniki yan birisi. Shu qarayman. Shuni qistirib qo'yg'im keldi. Ko'pdan ko'p rahmat so'zlab berganingizga. Mencha buni ijro qiluvchilar emas, buni ko'rgan, boshqa o'tirib ko'rgan masalan Uyg'urlarimizmi buni qo'llab bergan deb o'ylayman. Hali qandaq bizga fursat yaratib bergan, bizni qo'llab bergan-chu. Albatta, masalan bizmi sahnaga chiqib, bizmi shu nima uchun, xalq uchun deb o'ylaymiz. Masalan, men G'ijek chog'ini mana 13 yil, 14 yil qarab mandim. Sizmi dab usul hamma jihatdan ilgarilab qilyapsiz. Bizga mana chet elchilikdan musofirchilik hammamiz. Biz albatta sahnaga chiqib, biz boshqa mudarimiz yo'q, faqat sahnalarda mana shu Uyg'ur xalqim xush bo'lsin. Mana saqlanib qolgan, masalan, hozir men Parisdagi Uyg'ur maktabida do'lan usuli o'qityapman, naqshlarni o'qityapman. Biz shu birdan bir kutganimiz shukan, hamda mana shu qilib qolgan debchi. Hamda biz hamda vatanni ko'rib chiqdik, lekin hozir mishada nurg'unlagan kichik sabiy tatliq bolalar bor, mishalar tug'ildi, yaxshi ham davlatdan kuch yeyotidi bu jihatda, ona tilni ona til darslarini berib shunday yaxshi bo'lyotidi, lekin san'at jihatdami ozroq qo'llasgan deb o'ylayman. Shuni qistirib qo'yg'im keldi. Nihoyatda to'g'ri deysiz. 13 muqam bizniki xalqimizdan ayrilsa, turmushimizdan ayrilsa, To'g'ri, kitob yuzlab qolib qoladi. Zaten to'g'ri, to'g'ri. izlensek tapsaq topalaymiz. Burdaxonakining qoldirib ketgan muqamlarini onun keyingi chiqarib qaratlangan muqamlarimiz, yerlik muqamlarimiz, bizniki ustozlarimizning aytgan muqamniki andizlarini hammasini topalaymiz. Kitoblarning ustida qolib qoldi, plastiklarning ustida qolib qoldi. Onu ekilib eğitidigan, oturdu eğitidigan, hem de eğitip belgini anglaydigan adam muhim hazır mayada. To'g'ri, to'g'ri. Ya'ni Uyg'urlar bizni qo'llab, o'zimizning xalqning chet ellikda boshqa millatning qo'llagandan o'zimizning millati qo'llab mana qilib bersa, bir xil sizga kuch qudrat kirdi ekan, sizga texim qilg'ingiz keldi ekan. Chunki biz mana haqiqiy san'atni sevganlar. Biz san'at yo'lda hisobda biz rasmiy qilyapmizda, lekin rasmiy boshqalarning kelib maqtag'idan Uyg'urlar kelib masalan yoki voy o'rganayotgan balam sizdan nima qilgan deb qilsa, biz qanday ichimizdan beribchi voy o'rganayotsin, mayli qandalam bo'lsin deb işte qilib ketganmiz. Shunlashqa Uyg'urlar bizni shu qo'llab bergan deb o'ylayman. Undaq Aslında bo'lsa bunu degan vaqt sizga bir kep kaldı. 20. yılısı İstanbul'da Uygur o'quvchilariniki bir faoliyat o'rinlashtirilgan. Onun da biz bir aydak meşq qilib, tunji bo'lib, dolan usulun chiqdik o'tirga. to'g'ri men ko'rgan. Dolan To'g'ri. chiqqan vaqtda hamda chet elga chiqib, tunji qatim hamda mana shunday cho'ng sahnada bir ko'p jiq bolalar bilan o'zimiz tarbiyalagan tang oldi dolan usulni chiqqan. Dolan usul o'ynab, oxirsida salom berib tushgan vaqtimizda bizniki xalqimizning yana butunlay Uyg'ur bizniki nimlarniki ota-onalar bor, o'quvchilar bor, o'zimizning sadoqdosh do'stlar bor, bolalar bor. O'rnidan turib chavoqchi ko'zlaridan yosh iqib ketganini ko'rib, shunchalik bizni faxrlanib ichimizdan chiqib yumshoq bo'lib ketgan. Demakki, To'g'ri, to'g'ri, albatta. biz shundoq turib qo'llab bersa, shunchalik darajada bizning o'rinlagan muqomlarimiz xalqimizniki yurak qatlariga tegsa, biz muqam o'rinlig'ichilar bo'lsin, shu bizniki Uyg'ur san'atlarini davom qilayotgan, varislik qilayotgan kishilarga sunayotgan kishilar bo'lsin. O'ziniki tabiiyki bu muqamlar varislik qilish bu albatta oson ish emas. Buniki bir o'rganish kerak, bir mashq qilish kerak. Siz 13-14 yillingizni g'ijak yana muqamni o'rinlash uchun ketadigan bir sazimiz uchun, milliy sazimiz uchun berib, siz 2019dan beri 14 yildek bo'lib qoldi. Uyg'ur usuli yani dab şekilde başlan izlenip mukamlarımız şekilde izlenip nurgun vaktimiz kan terlerimizi sındırıp kılmız dep geldik. Şu vakitte halkımızın şunçalik bir qo'llashiga çavaqları bizniki kütülüşlerine alqışların erişken vaqtimizda bu japalarimizdaki mi hech qanday nima To'g'ri. U hissiyot boshqa bir hissiyot tasvirlagansiz-chi. Uyg'urlikdan faxrlanish bir hissiyot o'tirg'i chiqadi. To'g'ri, to'g'ri. Zaten bizniki aramızda şundaq bir faaliyetlerge intizar bo'lib o'ltirgan, yani ko'rish, yani sahnelerde şundaq Uyg'ur madaniyatimizni ko'rish taqozosi bilan o'ltirgan nurg'un ota-onalarimiz, yani nurg'un qarindoshlarimiz bor.
yosh avlodlarimizmi bizningki qarindoshlarımızın qo'llashi, o'zimizniki tirishishi shaklida ham ko'p shaklda sahnalarda mana shu faoliyatlarni o'rinlashtirib chiqara olsak, keyin ishonchim komil muqamni mana shu chet eldagi, vatandagi hamda chet eldagi xalqimizning orasidami, ya'ni o'ziga tushliq bir kishilik joyini tepib, ya'ni taraqqiy qildirib saqlab qolishga ishonchimiz komil. İnşallah. Agar mumkin bo'lsa, bizga muqomdan kichik bir partisidan dab bilan naqsha aytib o'rlab bera olasizmi? Shuni talab qilsam sizdan. Bo'ldi. Ko'rmalar bir anglab baqsa, uzun bo'lgandi anglamaguncha. Dab bilan mana shu bizniki Turpan muqomlarniki bir bölgesi hem de Turpan xalq naqshlaridan birisi bo'lgan Ana Nurxonni aytib beray. Bo'ldi, marhamat. Atang ay bu anang gün mu ayar ey tuğuptu sen kızıl gülne ayar ey tuğuptu sen kızıl gülne senin koyun silip Ana Nurxan mening dek bir garip kulni Allah vay Ana Nurxan Ana Nurxan şeringe musafirme Allah vay Ana Nurxan Ana Nurxan şeringe musafirme Kichkina bir nusxa Keprepli. Şu videolarni qayta muqam ahanglarni kichik bölgelerge bölüp surat ilib xalqimizga sunishga internet üzerinde olsun xalqimiz sunishga tirishma deb o'ylayman. Ko'p rahmat. Bugungi suhbatimizning mishagiga chiqasak, chunki vaqt cheklimiz bilan bo'lib qoldi. Sizga haqiqatan ko'p rahmat. Bugun chiqmishlar, chiq so'zlab berdingiz. Men chiqimda xiljiq narsa o'rgandim bugun. Shunda ko'ngilli bir suhbat bo'ldi. Andan keyin ko'rmanlar agar savollar bo'lib qolsa, bizning YouTube, Facebook, Instagram hesaplarımız var. Shu yerdan bizni qo'shib olsanglar, andan ashyadan bizga so'z qoldirsanglar, men uni retlab chiqaman va andan keyin ikkinchi programmamizda andan keyin shu sizlarniki savollarga javob bersak. Bo'ldi hamsa, Qahar sizga ko'p rahmat. Tabii ki ko'rmanlarniki hamda menmu o'zim kasbiy muqomda tadqiqotchi emas. Şu üniversite makalemde 13 mukamda tadqiqot yazganligim uchun 13 mukamning qiziqishi o'tiga kirib şu qaynamlarda eqib yuruymiz. Aramızda 13 mukam haqida boshqacha qarashlari bor, texnik mukammal bilimlari bor qarindoshlarimizniki bizga so'z qoldirish yoki bilan bizlar aloqalash jarayonida muqamning yana bunday xayollari bor. Biz hemen to'liqlab bir so'zligim kelyapti yomasa bunda bir takliflarim bor deganlar bo'lsanglar aloqalashib bizniki shu bebaho bizniki ma'naviy boyligimizni taraqqiy qildirish uchun bir kichik kamimiz debimiz bo'lsak. Albatta, ko'p rahmat. Shu albatta biz qarshi olamiz. Bo'ldi hamsa. Sizga ko'p rahmat. Bugungi suhbatimiz mishagicha bo'lsin. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Allohga emanet. Allohga emanet. Bo'ldi.